Assalamu alaikum, hürmetli televizyon köyçüler. Erik televizyonuna hoş geldinler. Bugünkü siyaset meydanı sohbet programımızda Türkiye'nin İstanbul şehrinde yaşap duruyotgan vatanperver yaşlarımızdan Tibet Yüce Türk Efendi bilen ötküzgen sohbetimiz huzurlanады buludu. Assalamu alaikum Tibet, qanday ahvalınız? Siz bilen bundan 3 yıl burun Türkiye'nin İstanbul şehrinde bir kıtımlık sohbet programımız ötküzgen edik. Bugün tekrardan 3 yıl keyin Yaponiyanın paytaxtı Tokyo'da sizlerle karşılaştım, yüz görüştüm. Bu kıtım Tokyo'ya hoş geldiniz. Aldı bilen televizyon köyçülerimizge sizden yani kaydı bir kısa bir tanıştırıp etken bolsak, özünüz hakkında kısa bir sözlep bergen bolsanız. Ben 1971 Türkiye'nin Kayseri şehrinde doğuldum. İki oğlum var. Birisi 14 yaşta, birisi 12 yaşta. Hazır Şarkı Türkistan Yaşlar Teşkilatımızdan 2006 yılında kurulup 2012 yılgacha 2011 yılgacha bu teşkilatın reisliğini kıldım. 2012 yılı yeni bir saylam oldu. Bu saylamda bizim inimiz Turgut Baykal bu Yaşlar Teşkilatı'nın reisi oldu. Bu reisimiz bilen bille hazır yani hizmette yani özüm bilen yardımlaşıp duruyatım. Tibet bu Türkiye bizim Şarkı Türkistan bilen her kayı cihetlerden til, medeniyet, din hem isteydek asasiyetten okşaş bir yer. Bolup mu bu biz Türkiye'de yaşavatqanlar Uygur tilini naydı tizlan bir xil unutup asılmasiya bolup ketdiken çünkü yakın bolganlık için sözdükler. Sizce bunun aldığını qanday qabul buldu? Hem bir yerde mektepler bolmaganlık için mi veya ki Uygurca özara gep qilishmaganlık için mi? Nima dep buya kelgan Uygurlar darallam Türkçe qilishgan bolup Uygurchalarni kekeşlep aralashtirib so'zlaydigan bo'lib qoladi. Bu haqda o'ylaganlarini so'zlab bakamsiz? To'g'ri gapingiz. Bu bizning hozir bu Uygurcha tilimizni biz atanimiz shu mamlakatdan yurtdan chiqib uyda bizga her davam shu Uygurcha gap qilib biz uyning ichida bu Uygurchani o'rganib o'sdik. Hozirgi yoshlar desangiz, hozirgi yoshlar sizning deganingizga o'xshash Türkiye'de Uygurcha bilan Türkçe bir-biriga yaqin bo'lgandan keyin bizning Uyg'ur yoshlarimiz hozir Uyg'urchani chiroyli gap qilolmayotdi. Xuddi gapni, ammo gap qilish kelganda balkim menga o'xshash biraz chala gap qilyotdi. Bunun da bizning bu tilimizni, cho'qim kültürimizni unutib qolmamiz için bizning hozir Türkiye'de bizning Şarkı Türkistan Ma'rif Cemiyetimizin yaxshi bir xizmeti var. Bu xizmetini közümüzden ko'ryapmiz. Bu teşkilatımız hazır bizning ballarimizni 6 yaşdan 7-8 yaşgacha hem Uygurcha o'rgatyapti, hem yezig'ini o'rgatyapti, hem diniy tarbiyalayapti. Bu hizmetni qilgan shu Ma'rif Cemiyetimizga men o'zim Yaşlar Teşkilatı olab o'zlariga rahmat deyman. Tabii ki biz birbirimizga yaqin aşağıdaki Türkiye'deki balalarla birbirimizle o'zaro kelganda bizning eng xato qilgan ishimiz birbirimiz bilan Türkçe gap qilyapmiz. Aslında biz birbirimiz bilan Uyg'urcha gap qilishimiz kerak. Uyg'urcha gap qilib, men Uyg'urchani tıxı yaxshi gap qilish için mashini intayin qilishimiz kerak deb ashuni o'ylayapman. Ko'p rahmat Tibet. Siz bu kıtım Dünya Uygur Kurultayı'nın Yaponiye'de içilgan 4. nöbetlik umumi yığınıga katnaştınız. 4 günden buyan bu yığın jarayonida sizni bu yerda ko'rib turibdim men. Sizce bu yığın qanday o'tdi? Bu haqda biraz öz ko'z qarashlaringizni so'zlab o'tamsiz? 4. nöbetlik Dünya Uygur Kurultayı'nın saylamı benim göz karışım demokrasi bir saylam oldu. Bu saylamda Rabia Hanım'ızın
Mişadaki vekil akıllarımız bilen, ilmilerimiz bilen birle, Rabia'mızı yana bir kıtımga reislikke sayladık. Bunun da yana xursand oldum ben. Bundan keyin bizning Dünya Uyg'ur Qurultayının qildigan xizmatları bundan yaxshi o'tib ketdi. Bu yerda Yaponiyada Japonya hukumatiga, Japon xalqiga men o'zim Sharqi Turkiston Yoshlar Tashkilotining bir a'zosi bo'lib, mana shu Japon parlamentidagi insonlarga, xalqiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bunday men bir ishni saqlamagan, qat'iy Japoniyaga ko'rib, Japoniyaga kelib, mana shu ishlarni ko'rdim. Yana xursand bo'ldim. Bu yerdagi Japon xalqining yaman bu ishga qiziqib, Sharqi Turkistonning ozodligi uchun, Sharqi Turkistondagi shu bizning vatandoshlarımızning mana shu Xitoyning bosqinchi Xitoyning qilgan zulmini biz bilan birga saf turib, biz bilan birga mana shu Xitoy konsulosining oldiga chiqib, biz bilan birga vaqirishib, biz bilan birga yig'lab, mana shunday ish qildi. Men yana Yapon xalqiga, Yapon parlamentisiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Türkiye bizim Sharq Turkiston meselesinde her zaman mühim rol oynab kelgan devletlerden birisi. Bu qitim Türkiye Baş Ministeri Recep Tayyip Erdoğan Xitoy seferinde avval Ürümçini tanladı. Yani Ürümçiga bir kelip, ondan keyin Xitoyning poytaxti Beijingga bordi. Buni qaysi jihatda tushunamiz? Bizning Türkiye'mizning reisi Recep Tayyip Erdoğan biz bunu mang'idi degan vaqtida Xitoy hukumatining birinchi qitim gap qilgan Beijingga kelishini talab qildi. Ama bizning reisimiz Recep Tayyip Erdoğan qat'iy bunga rozi bo'lmadi. O'zining qarindoshlarının yeriga, özümüzün kandaş insanlarımızın yanına barman dep, aşu Xitoy hükümetiga bu sayın bizning reisimiz Recep Tayyip Erdoğan aşu bizning jutimiz Ürümçiga tushdi. Taş ministerimiz Davutoğlu Qashqarga tushdi. Qashqarda, Ürümçide bizning aşağıdaki xalqimiz yana xursand bo'ldi. Aşağıdaki belki Türkiye'de bizning shu jurnallerimizda, televizyonlarda, radyolarda bularni biz anlab yana xursand bo'ldik. Shu bizning jutumizdan kelgan inilerimizden, bilgan inilerimizden telefon bilan bo'lsin paranglashgan vaqtida mana shu inilerimiz Türkiye'nin ministeri Recep Tayyip Erdoğan'ın mana shu bizning Sharqi Turkiston bag'iniga yana xursand bo'ldi. Bunun da benim o'ylashim Türkiye'nin çok bir rolü bo'ladi Sharqi Turkistonning ozodligida. İnşallah bu bizning Sharqi Turkistonning ozodligini Türkiye'den bu ishning minishini biz mi bir Türkiye'nin garajlarında bulup biz mi inşallah aşağıda biz bunu ko'nglimizdan, chin ko'nglimizdan talab qilamiz. Rahmat Tibet. En ahırda bugün şu Erik TV ekranı arkalık bütün dünyadaki Uygur qarindoshlarımızga qandaq bir yürek sözleriniz var? Men ahir bo'lib bizning Sharqi Turkiston xalqiga, akallarimizga, inilerimizga, singillarimizga mana shu talabni o'tirib qo'yman. Bir-birimizga g'iybat qilmay, bir-birimizga fitna fasod qilmay, qanday odam bo'lsa bir-birimizning ko'nglini tushunib, bir-birimizga yaxshi bo'lishimiz kerak. Biz chet ellarga chiqqan bir Uyg'ur milleti bo'lib, biz az bir millet tashqarida. Chunki biz bir-birimizni yaxshi ko'rash, bir-birimizni hurmatlash, bir-birimizni sevmek mecburiyetinde. Men
işlerimizga yaman yollardan minib Xitoyning bergan aşu dollariga ya bo'lmasa rahtiga o'shaninga ishinib bizning mashu Uyg'urlarimizni, bizning xalqimizni satishini qattiq xohlamayman. Chunki Sharqi Turkistonning ozodligi cho'qim Xudoyim bo'lsa Allohning rizosi bilan oz qoldi. Bu ozodlikni biz Xudoyim bo'lsa yaqin bir zamonda ko'ramiz. Bu bo'lgan bir ish Xudoyim bo'lsa. Ashuningdan men bu yerdagi qarindoshlarimning hammasiga bizni anlagan, bizni ko'rgan qarindoshlarimizga deyman. Qo'rqib, nima ishlarga chiqmaydigan ishlar qilmanglar. Qo'rqib, bir-biringlardan qochib yurmanglar. Bir-birimizni izlab, bir-birimiz bilan hurmatlashib, mana shu Sharqi Turkiston masalasiga kelganda, Sharqi Turkiston masalasiga cho'qim ko'ngil berish kerak. Nima ish desak, bizning hozir Dunyo Uyg'ur qurultayidagi anamiz, bizning rahbarimiz Robiya Qodirni ko'ryapsizlar. Robiya Qodirning ballari turmida turib, mana shu xizmatni qilib, ballarini, pullarini, hamma narsani bir tarafga chetga tashlab, mana shu xizmatning beshida turib, yeshi cho'ng bo'lsa-mu, hech uniga oldirmay, hamma yerlarga berib, Sharqi Turkiston masalasini anlatyapti. Biz bu yoqdagi bu ko'rguchilar akalarimizga, singillarimizga, enilarimizga mana shu talabni qo'yman. Cho'qim Sharqi Turkiston masalasiga ko'ngil berish kerak. Sharqi Turkiston masalasi bizning cho'qim bo'ynimizning borji. Buni qilishimiz kerak. Buni eğer biz qilmasak, oxiratda buni Alloh bizdan so'raydi. Ashuningdan mening talabim bizning mana shu ko'rguchilarga Sharqi Turkiston masalasiga cho'qim ko'ngil berib, bir-birimizga sahip chiqib, bir-birimizni hurmatlab, bir-birimizni sevib, mana shunday qilishini talab qilaman. En oxirida bizning Sharqi Turkiston yoshlar tashkilotining raisi Tug'ut Bayqalning bu yerga kelanmagini biraz ishlaridan vaqt chiqaramay kelanmadi. Ashuningdan men yoshlar tashkilotining temsilcisi bo'lib mishay keldim. İnşallah biz mana shu Dunyo Uyg'ur qurultayining ishida qiladigan Sharqi Turkiston masalasiga cho'qim biz bundan keyin ko'nglimizni tiqijiq berib, ishimizni bir taraf qo'yib, mana shu ish uchun biz inshaalloh Sharqi Turkistonning bağımsızlığı için biz bu xizmatni her vaqtida kecha olsun, gündüz olsun, jugurab mana shu ishlarga vaqt ayıramiz inshaalloh. Ziyoratimni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Allohga omonat bo'ling. Rahmat etdim sizga rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi siyosat maydoni suhbat programmamiz mushada yo'llashdi. Xayr xo'sh, kelar qatimliq sonimizni ko'rishaylik.